Yigitning rejasi qizni baxtli qilish, qizning rejasi esa uni o'ldirish edi. To'yiga bir necha oy qolgan kelin sevgan yigiti bilan kelishib kuyovni o'ldirdi. Hindistonni larzaga solgan bu voqea mamlakatdagi eng shov-shuvli jinoyat ishlaridan biriga aylandi. 26 yoshli tadbirkor Ketan Agarwal va 20 yoshli Siya Goyalning to'yi noyabr oyiga rejalashtirilgan edi. Biroq Siya uzoq vaqtdan beri Chetan Chaudhary bilan sevishib yurgan. Qizning oilasi bu munosabatni ma'qullamagan va moddiy jihatdan badavlatroq bo'lgan Ketan bilan unashtirgan. Unashtiruvdan so'ng Ketan va Siya sayohatga chiqadi. Bu paytda Siyaning sevgan yigiti Chetan ham shu yerda edi. Siya oldindan kelishilgan ishorani bergach, Chetan Ketanni jarlikka itarib yuborgan. Ishni yanada shov-shuvli qilgan jihatlardan biri Siyaning tergovdagi ko'rsatmalari bo'ldi. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, u Ketanning park taqqanini yoqtirmaganini aytgan. Shuningdek, qiz Ketanni o'ldirish oilamga unga turmushga chiqishni istamasligimni aytishdan osonroq edi degan mazmundagi bayonotni ham bergan. Hozirda Siya va uning sevgilisi hibsda. Mazkur ish Hindistonda keng muhokama qilinmoqda. Odamlar Ketan uchun adolat istab namoyishlar o'tkazmoqda.